do'stlar. Bugun va bugun men sizlar bilan ko'k zindon o'ynayman va men ismim hozircha o'to'ya. Xo'sh, aylantiramiz. Endi kimga aylanaman? Va Xiyoro yo'q. Uni kimligini bilmasanglar bo'lib qo'ydi. Lekin men bu bo'lishni bilmasdim va men bo'laman Isagi Yoichi do'stlar. Men Isagi Yoichiman. Endi kuchimni tanlayman. Kuchim albatta puzzle, chunki Isagi Yoichiman. Mana ketdik. Xo'sh, bu jamoaning mana bu tarafida o'ynayman. Jangi do'stlar, xullas men futbol jamoasida o'ynayman. Shunga ham yo'qmi-yo'q. Do'stlar, u men bilgandan ham tezroq harakat qilishadi dushmanlarimiz. Oy, gol urishdi do'stlar. Men kirishimdan oldin ular anchagina o'ynab qo'yishgan ekan. Men siz boshladilar, hozir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Men bu o'yinni dahshatli darajada yaxshi o'ynashga harakat qilaman. Qara do'stim, u chigiri bo'lsa kerak. Chigiri xiyonat. Qarmani o'tqochi. Yaramaslar. Ular juda tez harakatlanishyapti. Darvozabonimiz davay, xarosh. U ko'k zindon odam. Gol ur. Men yaramasni yopaman. Gol ur. Yes, gol do'stlar. Biz hozircha yutyapmiz. Bizning hisobimizda. O'yin barakalla. Xo'sh, men bu qanotda bo'lsam tezroq borish kerak. Yaramasa u mendan juda tezlik bilan dribling qilib ketdi. Ol. Voy do'stlar. Menimcha bizning darvozabonimiz ko'k zindon odami. Agar men bo'lganimda allaqachon gol yetkazmagan bo'lardim. Sizlarim, oy. Sen kimsan? Do'stlar, bu chigiri xiyonat. Gaplariga e'tibor bermanglar. Sal g'alati urishgan. Oldim. Olg'a. Yugur. Gol ur, barakalla. Do'stlar, biz sharofatimiz bilan gol urildi. Qaranglar, men qanaqa uchqun chaqnab turibman. Tezroq. To'pni men ana unga oshirdi, pas berdi. Va jamoaviy o'ynashyapti. Men ham jamoaviy o'ynadim. Hozir bizni qatorimizga yoki ularni qatoriga sindirib tashladi. Menni o'tib ketib ko'rchi. Gol urishiga yo'l qo'yma, ko'k zindon odami. Bilaman do'stlar, sizlarni ham ko'k zindon agar ko'k zindon animesini ko'rgan bo'lsangiz, ko'k zindon odam umuman gollarni o'tkaza olmagan. Ya'ni hammasida gol bo'lgan. Ko'k zindon odam hech ham ushlab bera olmagan. Isagi Yoichi 100 ta urgan goldan tashqari albatta. Davay, barakalla. Birda eganda gol. Sen ham Isagi Yoichimisan? Men ham. Biz juda ham hisobda hozircha biz ancha mas'ul, lekin oldindamiz. Biroz o'to'ya. Sen aniq o'to'yasan. Davay do'stlar. Unga pas berdi. Yo'q. Bilaman do'stlar, ko'k zindondan hech bir narsaga e'tibor bermaydi. Mendan xafa bo'lmanglar, chunki bu yaramaslar umuman ulasman mana shu yerda turaman. Xo'sh, hozircha bizdan ola olmadi. Davay! Chigri, barakalla. Do'stlar, gol urdi. Lekin hech biri xursand bo'lib emotsiyalar qilmaydi. Ular hech ham xursand emas menimcha bu gollarda. Balkim ko'k zindonni ko'rsanglar bo'laverasiz. Oy! Do'stlar, men juda ham sekinman. Shuning uchun kuchli bo'lishim kerak. Masalan, chigiri xiyomaga o'xshab. U dribling qilib olib chiqib ketdi. Voy, meni ham oyog'imni sindirdi. Kal. Yaramas, o'to'y. Gol o'tkazman. Do'stlar, men bu safar himoyaga turaman shekilli. Bu safar yutqizdik. Do'stlar, menimcha nima uchun o'ynayotganim sababini men sizlarga aytaman. Bari tezligimda, agar men tezligim ko'proq bo'lsa, aniq gol urishni o'ynardim. Yana ular menga hattoki e'tibor bermasdan juda ham kuchli murakkablik bilan o'ynashyapti. Qani? Yoki men shunchaki ahmoqlik qilibman. Nima uchun men olib qo'ymadim? Chunki u dribling qildi.
Yaramas tribunchi qo'y. Qarayar men qanaqa kuchliligim. Tepadan slayd qilib olaman. Davay, o'tkazma gol. O'tqiz olmaysan gol. O'tqiz olmaysan. Yo'q. Yaxshi. Men olaman. Uzoqqa. Tezroq do'stlar. Yugurishim kerak. Agar iloji boricha tez yugurmasam yutqizamiz. Bo'ldi, men uni yopdim. Yopdik. Uni tezroq yugur. Barakalla, gol ur. Gol. Nima do'stlar? U olib qo'ydi, yaramas. Voy, gol ura olmayapmiz. Voy, judayam tez o'tib ketdi menda. Yaramas, u bizdan shunaqangi qattiq dribling qilyapti-ku. Yaxshi! Yugur, men uni yopib turaman. Kuchim bilan. Kuchim boricha deganim gol, do'stlar, gol urildi. Gol. Ajoyib. Biz gol urdik. Bundan juda ham xursandman do'stlar, chunki men bilasiz, bunchalik darajada hech qachon xursand bo'lmagan. Bo'lganman, ancha. E'tibor bermaysizlar, bu nima uchun oyoq sinib ketayotganini. Chunki bu dribling qilyapti. Bizni chalyapti. Hakam qayerga qarayapti? Aytgan do'stlar, bu yerda hakam degan narsani o'ylayapti. O'zi qaysi bir men darvozam? Mana. Gol barakalla o'tkazilmadi. Men dam olishim kerak. Men bitta turgan sizga yes do'stlar. Biz kubokni qo'lga kiritdik. Lekin bu bilan tugab qolmaymiz. Negadir o'yin qotyapti, bizga ko'rsatmayapti. Aslida mana. Garli. Yes do'stlar. Ketdik. Men hozircha markaziy hujumchiman. Do'stlar, men markaziy hujumchi bo'lishni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'sh, birinchi o'rinda mana bu odam ekan. Men nechinchi o'rindaman? Eng oxirdan. Do'stlar, ular juda ko'p gol urishdi. Buncha golni urish hech kim uchun emas. Qani jangi. Bu kim? Mana jamoam, oq jamoa. Ular jamoasida Kunigami, meni jamoamda Shido. Lekin menga umuman Shido yoqmaydi. Do'stlar, hozir nima bo'lganda o'zlarim gol dedilar. Nima bo'ldi do'stlar? Hozir men tushunmadim. Tushunarli do'stlar. O'yin qochishi bilan qanaqadir ko'rinmas devor paydo bo'lgan va o'sha meni to'pni olib qo'yishimga xalaqit berdi. Qani o'tib ketchi? Gol! Yo'q. Gol urilmadi. Afsus do'stlar, gol ura olmadim. To'xtanglar do'stlar. Nima uchun men jamoamda faqat 2 ta kishi? Stop, darvozabon qani? Tushunarli do'stlar. Biz kimgadir odam paydo bo'ladi. Kimni jamoasida qiziqadi? Voy, yaramasiy, u meni olib qo'yishimni kutgan ekan. Olib qo'y. Demak, hamma kuchsiz o'yinchi. Bu yerda men ham o'rta meyoni o'yinchiman. O'rta meyoni o'yinchi nimaligini tushunmasanglar, hozir aytib qo'yaman. O'rta meyoni o'yinchi umuman gol ura olmaydi va o'rtacha, faqat do'stlari yordamida gol ura oladi. Qani san ol. Men olishimni kutganmiding? Bu safar meni aniq aldab o'tib ketdi. Rahmat. Yaramasi, qanday qilib bunchalik uzoq masofadan olib qo'ydi? Tushunarli, markaziy hujumchi bo'lish juda ham qiyin ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib harakatlanish kerak. Qani san ol. Nima uchun men ola olmadim? U yaramas mendan juda ham uzoq masofadan olyapti, mensi yo'q. To'xtanglar do'stlar. Nima do'stlar, sizlar e'tibor berdilarmi? Bu yerda hozir men qolgan hamma dushmanim. Do'stlar, insofsizlik, o'zingizlar aytinglar, 1 ga 3. 1 ga 4 darvozabon bor. 2 ga 1, 2 ga 4. Adolatsizlik.
juda adolatsiz bo'lsa. Menimcha men kuchimni almashtirishim kerak. Lekin bu pulli ekan. Amayli aylantiramiz. Va. Normalniy tush va Gagamaru. Yaxshi. Gagamaruning kuchi bu yerda hozir bitta aylantirib tushiraman. Chunki u o'zi sizning askarlarga qarab tushiradi. Gagamaruning kuchi nima ekan? King Island. Oy, do'stlar, hozir menga Gagamaruning kuchi tushmadi. Davay. Bu meni jamoammi? Bilmayman kim meni jamoammi, lekin menga farqi yo'q. Xo'sh, Gagamaruning kuchi juda ham qattiq driblingda ekanmi? Esladim. Gagamaru o'zini berib bo'lsa ham juda ham qattiq to'pni olib qo'yishga kirishadi. Olib qo'yishga emas, yaxshi darvozabon bo'lgan finalning o'yinida. Mana olib qo'ydimmi? Shule. Do'stlar, men ancha himoyada turishim kerak. Bu Gagamaruning xislatlarini anchagina o'rganib olmasam bo'lmaydi. Avval menga umuman Gagamaru tushmadi. O'zini otish va bu nima? Drive hay. Tushunarli bo'ldi. Qani mendan o'tib ketchi? Ushla ana. Gol ur. Barakalla, men sharofatim bilan gol urdim. To'llo, bular ham hech narsa qilmayapti. Odamlar, ozgina quvonlaring. Bo'lmasa nima qilib o'tirardilar? Yig'laveradilar. Ular bir-biriga pas berishyapti. Ya'ni ular qanaqadir holatda bir-biriga Itoshirin, do'stlar, bu Itoshirin. Animeni ko'rishinglar kerak. Shule. Faqat olib qo'yishsa ko'radiganingni ko'rsataman, ko'rsatadiganingni ko'raman. Barakalla. Barakalla. Bu quvonishni bilargan lekin. Quvonishni o'rgandingmi? Qani? Men darvozabon bo'lganim yaxshiroq do'stlar. Gagamaru zo'r darvozabon bo'ladi. Bu dushmanlarimiz bo'lsa negadir botliklar tutib qoldi. Mendan o'tib keta olmaysan. Dushmanimiz bizdan pas so'rayaptimi? Oy. Do'stlar, bu kim? Sen kimsan? Oy, do'stlar. Kimga o'xshab debdi endi? Bilolmay qoldim. Davay. Ehtiyot bo'lib qo'yur faqat. Qani? Aqldan ozdingmi? Yoki ozgan aqldanmi? Mana bunday qilamiz, so'ppa. Men bu yerdaman. Dam olishim kerak do'stlar. Men uni ozginaga bo'lsa ham chalg'itib do'stlarimga to'pni berdim. Yaxshi do'stlar. Meni o'ynashim negadir yaxshi. Isagiyoichining gaplari esa menga ko'proq yoqardi. Rahmat. Do'stlar, nima bo'ldi hozir? Mana to'pni olib qo'ydi. Gol ur. Yaxshi do'stlar. To'llop. Barakalla. Jangga. Do'stlar, nima bo'lyapti? Mayli, menga farqi yo'q. Pas so'rasam beraman. Mana, shule. Sen ham Gagamarumsan? Yoki unga o'xshagan xislating bormi? Bir narsani bilib qo'ylaring. Men ham Gagamaruga o'xshab kuchlarni bilaman. Ho'pa. Tezroq oldinga chiqib olishim kerak. Yaxshi, to'pni olib ketishdi. Olib ketishmadi. Dushmanlar juda uzoq. Do'stlar, men tushunmay qoldim. Ular cheat ishlatishyapti. Barakalla o'rtoq. Sen cheat ishlatmayapsan lekin. Bo'ldi. Men bu bo'lganini ham tushunmayman do'stlar. Shuning uchun dam olaman. Hamja men askarim shunaqangi darajada chatlat uchib ketyapti dushmanimiz. Yaxshi. Dribbling.
Barakalla. Men tezroq yugurishim uchun umuman shart emas. Hoppa. Yaxshi oldim. Iloji boricha uzoqqa tepaman. Yeta olmaysan. Yaxshi do'stlar, bu safar nimada birga to'r nechi bo'lishini, qanaqa bo'lishini endi bildim. Sen kimsan hozir? Men ko'rmayapman. Chigiri xiyoma do'stlar, aniq chigiri xiyoma. Gaplarga e'tibor bermanglar, shunaqa bema'ni gaplar bo'yicha bular mutaxassis. Pas ber. Pas ber deyman. Odam zotmisan? Dribling qilyapti. Uy. Voy. Yomon dribling qilyapti dushman. Shuning uchun men tezroq borishim kerak. Joyimga. Himoya qilishim kerak. Nimaga to'p olinmadi? Men senga yetib olaman do'stim. Hoppa. O'yin qizib ketyapti do'stlar. Oy, yo'q. U yaramas bizdan o'tib ketyapti. Lekin mendan emas. O o'tib ketdi. To'p tushadigan joyga tursak, menimcha, voy do'stlar, shu paytda charchayman. Personajim mamiga pas ber deyapti. Demak, bu pas bermaydi. Chunki masofa juda uzoq. Yana tepish joyi ham ungacha yetib olmaydi. Chunki men o'zimni qochgandek ko'rsataman-da, ular bizga gol urishlari mumkin. Barakalla. Nima bo'ldi? Ha. Uy. Chigiri barakalla. Xo'sh, endi 1-1. Endi 1ga 4. 2ga 4. Ko'kzundan himoyachisini hisobga olmasak, barakalla. Yaxshi. Kimligini bilamiz. Bu kimligini ko'ramiz. Yo. Men bu oy do'stlar, ko'rdinglarmi qanaqa sakradim? Mayli. Bu g'olibiyatda ham meni katta hissam bor va ko'rib turganinglardek kubokni ushlab turgan do'stim yonimda. Birgaliklar gol urdik. Do'stlar, bizning jamoa juda ham kuchli bo'lgan. Men ham kiraman. Men qaysi jamoadan bo'lar ekanman? Markaziy hujumchi bo'lishim kerak. 100% markaziy hujumchi bo'lishim kerak. Va meni ismim Gagamaru. To'pni olaman. Sekin-asta uni sakrab turib tepib, orqasidan o'zimni kuchim bilan sakrayman. Va yugurib borib, golni sekin to'pni olib borib, gol uraman. Lekin bu men prosta personaj uchun qo'yib qo'ygan askarlar ular soxta. Chunki ularning o'rniga ham odam bo'lish kerak edi. Ana men yonda turibman. Qani o'tib ket. Qani olchi. Haqiqiy bot ekan-ku do'stlar. Gol do'stlar, gol. To'lib. Voy do'stlar, negadir usal g'alati bo'ldi. Men qanaqaligimni bilmaysan. Men allaqachon shu yerdaman. Menga berganing uchun rahmat, darvozabon. Shu paytda charchadim ha do'stlar. Shu paytda men personajim charchab qoldi. Barakalla, lekin olib qo'yapsizlar. Menga pas berish kallalarga kelsin. Barakalla chigiri xiyoma. O'ng qanot sani vazifang joying. Menga emas, unga. Yo'q, to'pni olib qo'yishdi chigiri xiyomada. Endi to'pni men olishim kerak edi do'stlar. Nima uchun aynan shu paytlar meni yulduzli o'g'illarimda meni internetim qotadi. Menga qilib slayd qilishim mumkin edi. To'p hech kim ola olmayapti. Yo'q do'stlar.
Dushman darvozaboni Gagamaru. Unda Gagamaru sani xislatlarining juda ham ko'pligini men bilaman. Oy. Gagamaru. O'zingni bos. Uncha uzoqqa? Yomon ekansan lekin. Yeta olaman hozir. Mani bu paytdagi hozir foydalanayotgan ishlarim ancha haqiqiy yaxshilik bo'ldi. Barakalla, menga pas ber. Yaramas. O dushmanlarga pas beryapti, odam. Negadir do'stlar, men personajim yana charchadi. Shu personaj charchashini qilgan odamlarni sudga beraman. Golmas. Juda ham qattiq turyapti. Shunday. Do'stlar, bu kuchini yo'qdi. Bu endi tirildi. Qalaysan? Bizdan o'tib ketib. Sen Isagi yo'qmi? Unda men Gagamaru. Qani Olga. Menga pas beriladi. Qalaysan? Do'stlar, hozir men uni yo'q qilaman. Sen iloji boricha olib qo'yapsan. Unda men seni oldinga o'tib olaman. Negadir u to'pni sal g'alati olib qochyapti. Juda ham g'alati olib qochyapti do'stlar. Darvoza bosh. Oy yo'q do'stlar, men mencha xato qildim chunki u yog'iga darvozabondan boshqa hech kim o'ta olmasdi. Hozir bizda bir, lekin agar buncha darajada chidab bera olsak, o'ylashimcha biz gol olmaymiz. Chunki bu Gagamaru, voy do'stlar, qanday qilib? Tushunarli, oyog'im noto'g'ri joyiga ketib qolgan shekilli. Qani Gagamaru o'xshab slayd qilamiz. Aylantirib turib. Kimga berildi? Yulduzlarning tugadi. Kimdir orqamdan kelayotgan bo'lsa kerak. To'pni tepishim kerak edi do'stlar. Shunaqa paytda to'pni orqamdan olib qochyapti. Mana bunday endi. To'pni olib qo'yish bo'yicha mendan zo'r yo'q. Faqat shunaqa oyoq sindirishlarni yomon ko'raman. Driblingni ham yaxshi ko'raman. Xo'sh. Shu o'yindan so'ng do'stlar, u meda biz ko'klinamiz chempionatga chiqadi va Ego Sanga o'xshab biz mashhur bo'lamiz. Davay. U yog'iga o'tolmaysalar, bilasanlar-ku buni. Men charchadim, men chidam olishim kerak. Lekin men bir narsani bilamanki do'stlar. To'p bu meni bezovchi prosta narsa. U men uchun hech narsa emas. Darvozabon shu yergacha keldimi do'stlar? Voy do'stlar, yo'q, u gol urdi. Darvozabon gol urdi. 10 ta gol urgan ekan. Xo'sh, ukajonim. Ahvollar qalay? Yana o'tib ketmoqchimi bizdan? Yaramas. Meni qanaqa kuchliligimni biladi. Unga o'xshab men ham slaydlar qila olaman. To'p meniki. To'pni iloji boricha olib borish kerak. Oldinga. U yerda o'ylashimcha do'stim bor. Ushla. Yo'q, u yerda do'stim yo'q ekan. Yo'q, hozir gol bo'lsa biz mag'lub bo'lamiz. Yaxshi. Darvozabon ham normal shular ekan. Boy uni haqorat qiluvdim. Mayli, farqi yo'q. Voy do'stlar. Ham yutqizamiz u. Yo'lda вообще pro o'yinchilar yig'ilib ketgan. Men bu faqat to'pni olib qo'yish bo'yicha zo'rman. Yo'q do'stlar. Biz yutqizdik. 14 soniyada gol urish bu haqiqiy tentaklik bo'ladi.
Xo'sh, men to'pdan oldim. To'pdan olishim bilanoq olib qo'yishadi, malades. Endi ular bizdan ko'payib ketishdi. Bizdan ancha ko'payishdi. Lekin bizga baribir farqi yo'q. Yo'q, do'stlar, biz aniq yutqizdik. Bir soniya videoni to'xtatdim. Nimaga to'xtatdim? Xullas, do'stlar, bizni jamoa yutqizdi. Ammo bu to'xtab qolish degani emas. Biz juda ko'p marta yutdik. Agar sizlarga o'yin yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosinglar. Bu esa pro seriya. Bu yerga men toki 4-leveldanman, bu yerda 30-levelda. Men bu o'yinni avval boshqa o'yinni juda ko'p o'ynaganman va video tugadi, do'stlar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obunani bosishni esdan chiqarmang. Bu men Mezon Uzbek. Aytgancha, do'stlar, hozir esimdan chiqay debdi. Sizlarni 8-mart va Ramazon oyi bilan tabriklayman. Esimdan chiqib qolibdi o'tgan safar uzr. Va yaqinda kelgan Navro'zlar bilan. Yana bir necha kunlardan so'ng keladigan hayit ham muborak bo'lsin. Va sizlar bilan Mezon Uzbek bo'ldi. Hayit.